Reddy haqida 50 ta fakt. Qani ketdik. Ismi Behruzbek. Familiyasi Hamdamov. 2010-yilda tug'ilgan. Hozirda 15 yoshda. Dekabr oyida tug'ilgan. Reddyning bo'yi 1.70 metr. Yangi Telegram guruh ochdi. Bu yerda faqat hayotiy videolarni qo'yib boradi. Afsuski YouTube'dan ketyapti. Sababi, ya'ni hayotdagi sabablar tufayli ketmoqda. Eng oxirgi jonli efiri 2 fevral kuni bo'lib o'tdi va u jonli efirda afsuski obunachilar bilan xayrlashdi. Reddy Telegram kanalida o'z yuzini ko'rsatgan. Reddyning eng yaqin do'sti Joxa. Millati o'zbek, lekin hozirda Tojikistonda yashaydi. Tojikistonda tug'ilib o'sgan. Tojikistonda yashagani bilan Tojikiston tilini 5% gina biladi. Yangi YouTube kanal endi ochmaydi. YouTube'ga ham qaytmaydi. Agar YouTube'ga qaytmoqchi bo'lsa ham 20% bilan qaytishi mumkin. Barcha videolarni telefonda olgan. Ya'ni Pajao Launcher ilovasida olgan. Tojikistonda 32-maktabda o'qiydi. Reddy uchun eng yaxshi YouTuber Joxa va Hacker. Atigi 6 marotaba jonli efir qilgan. Reddyning kanalidagi eng mashhur videosi 13 yillik maniak deb nomlangan. Bu video 356 ming prosmotr yig'gan. Ko'p videolarda Joxa bilan birga video olishadi. Ko'pincha video olganda Blackbuster modini ishlatadi. Reddyning YouTube'dagi qiz bola do'sti Prinsessa. Prinsessa bilan ham birga video olgan. Telegram kanalida YouTube'dagi kanallarni reklama qilish atiga 30 ming so'mga tushadi. Reddyning mana shu asosiy kanalida 48 ta video mavjud. Hozir esa kanalda 16 mingdan oshiq obunachisi mavjud. Reddyning birinchi jonli efiri 6 oy oldin bo'lgan. Atiga 4 ta shorts video chiqargan. Katta videolar soni esa 36 ta. Bu kanal 2024-yil registratsiyadan o'tgan. 2-avgust kuni tasdiqlangan. Kanaldagi videolarni jami ko'rishlar soni 2 milliondan ortgan. Oldin ham 10 taga yaqin kanallar ochgan. Lekin u kanallarda aktiv bo'lmagan. Telegram gruppasida ko'pincha videolar tashlab turadi. Joxa bilan tushgan rasmi ham bor. Reddyning eski YouTube'dagi kanalining nomi Asel Life edi. Oldin Bedrock Minecraft o'ynagan. Oxirgi 50 fakt, uning birinchi videosi yovuz odam haqida edi. Obunachilar, bu videomiz 50 ta fakt edi, ya'ni Reddy haqida. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan zo'r va foydali videolar chiqib boradi. Xohlasanglar, sizlar ham bu faktlardan ko'rib, o'zingiz shunday fakt video chiqarishingiz ham mumkin. Foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. Yana shunaqa foydali videolar chiqadi. Mayli do'stlar, sizlar bilan men Neves bo'ldim.